Hayotimizning eng muhim qismlaridan biri internet. U biz bilan. U orqali biz hayotni qabul qilamiz, anglaymiz, idrok qilamiz. Lekin bir tasavvur qiling. Agar internet butunlay yo'qolsa, nima bo'ladi? Tasavvur qiling, bir kuni ertalab uyg'onib, telefoningizni qo'lga oldingiz. Lekin internet g'oyib. Wi-Fi yo'q, mobil ma'lumot yo'q, hech narsa ishlamayapti, Instagram yangilanmaydi, TikTok video o'qimay to'xtagan, Telegram xabaringizni jo'natmaydi. Avvaliga bunga ishonmaysiz. Telefoningizni qayta yuklaysiz, Wi-Fi routerni o'chirib yoqasiz, mobil operatoringizni so'kishingiz ham mumkin, baribir natija yo'q. Mahalladagi do'stingizga qo'ng'iroq qilsangiz, u ham hayratda. Nafaqat siz, butun shaharda internet yo'q ekan. So'ng bu holat butun mamlakatda, hatto dunyo bo'ylab sodir bo'lmoqda. Global internet aloqasi butunlay uzilgan. Dastlab odamlarning reaksiyasi sarosimaga tushgan holatda bo'ladi. Ko'pchilik buni vaqtinchalik uzilish deb o'ylaydi. Uyda zerikkan yoshlar telefonga termulib, endi nima qilamiz deb o'tirishadi. Onlayn o'yinlar serverlari bir-biriga ulanmaydi. Bir paytlar oddiy hayotning bir qismi bo'lgan narsalar, masalan, do'st bilan yuzma-yuz uchrashib gaplashish endi yangidan kashf qilinayotgandek bo'ladi. Balki yoshi kattaroq avlod uchun bu unchalik o'g'inchilik tuyulmas. Axir ular internetdan oldin ham yashashgan, xat yozib yuborishgan, uzoq masofaga qo'ng'iroq qilishgan, ish qidirish uchun masalan gazetadagi e'lonlarga qarab ish topishgan. Bu ular uchun odatiy edi. 90-yillarda hech kim internetga ega emas edi. Odamlar baribir ertalab turib ishga borardi, do'konlarga chiqardi, bolalar ko'chada o'ynardi, lekin biz bugungi internet avlodi uchun internetsiz hayot g'irt. Fantastika. Bugun butun odatlarimiz internetga bog'lanib qolgan. Haqiqatdan ham hozirgi kunda internet orqali bajaradigan ishlarimiz son sanaksiz. Statistika bo'yicha har kuni dunyoda taxminan 500 million atrofida tweet yoziladi. 3,5 milliard marta Google'da qidiruv amalga oshiradi. 200 milliarddan ortiq email xabarlar jo'natiladi. Tasavvur qiling, internet to'xtab qolishi bilan bu o'lkam axborot oqimi bir lahzada muzlaydi. 196 milliardta email, 3 milliardta Google izlashlari, yarim milliard tweet hech qayerga jo'nata olmaydi. Bir kunlik uzilishning o'zi millionlab odamlarga bosh og'rig'i bo'ladi. Butunlay yo'qolsa-chi degan savol. Shaxsiy hayotda internet yo'qligi darhol seziladi. Endi messenjerlar ishlamagach, yaqinlaringizga faqat eski usulda qo'ng'iroq orqali yoki SMS yozib murojaat qilasiz. Ehtimol, oddiy telefon aloqasi ilk paytlarda ishlashi mumkin, chunki u internetga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas dek tuyuladi. Ammo unutmaylik, zamonaviy uyali aloqa tizimlari ham qisman internet infratuzilmasiga tayanadi. Vaziyat yomonlashsa, hatto aloqa minoralari ham ishdan chiqishi mumkin. Demak, do'stingiz yoki oilangiz bilan gaplashish uchun maktub yozib, pochta qutisiga tashlashga to'g'ri kelishi ham hech gap emas. Oldinlari odamlarda shunday edi. Hozir esa bu g'alati tuyuladi, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlar Instagram, TikTok, Telegram, Facebook bular endi faqat xotiralar bo'ladi. Internet o'chib qolsa, insonlar birdaniga yangiliklar lentasiz qoladi. Kim qayerda nima qilayotganini bilishning ilojisi endi yo'q. Bu ko'pchilikda bezovtalik uyg'otadi. Mahalliy telekanallar va radio stansiyalar auditoriyasini bir necha barobarga oshiradi. Boshqa alternativa chunki yo'q. Kutubxonalar. Balki endi odamlar Wikipedia o'rniga yana qog'oz ensiklopediya varaqlashlari mumkin. Keling endi ta'lim va ish haqida gaplashamiz. Onlayn darslar, Zoom yig'ilishlari, masofiy ish ularning hammasi to'xtaydi. Masofadan ishlayotgan xodimlar ofisga qaytishga majbur bo'ladi. Talabalar va o'quvchilar internet yo'qligidan boshida xursand bo'lishsa-da, urra endi onlayn darslar yo'q deb tez orada tushunishadi bu xursandchilik uzoqqa bormasligini. Yana sinfxonalarga qaytamiz. Doskalar va bordlar davri yana keladi.
hali ham bo'lsa ham. Ammo bundan ham muammo bor. Hozir ko'p joyda jurnal baholash tizimlari ham internetga ulangan edi. Ularni qayta qog'ozga ko'chirish kerak bo'ladi. Bunday keskin o'zgarish ta'lim jarayonida chalkashliklar keltirib chiqaradi. Keling biznes va iqtisodiyot haqida gaplashamiz. Mana bu jiddiy falokat hududi. Internet yo'qolishi nafaqat bizning ko'ngilochar faoliyatimizga, balki butun iqtisodiy tizimga og'ir zarba beradi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, internet uzoq muddatga o'chib qolsa, jahon iqtisodiyoti ulkan yo'qotishlarga uchraydi. Iqtisodiyot qattiq zarba oladi. Transport tizimlari izdan chiqadi va ko'plab bizneslar ishlashdan to'xtaydi. Banklar va moliya tizimi darhol inqirozga yuz tutadi. Biz odatlangan internet banking, onlayn to'lovlar, PayMe, Click kabi xizmatlar ishlamaydi. Plastik kartangizdagi pul ham amalda yaroqsiz bo'lib qoladi. Bankomatlar markaziy bazaga ulanmagani uchun naqd bera olmaydi. Odamlar omon qolishi instinkti bilan banklarga yopirilib, naqd pul olishga, oziq-ovqat va zarur mahsulotlarni zaxiraga yig'ishga tushadi. Kimdir hatto bank bosqiniga tushishi ham mumkin, chunki vahima kuchayadi. Yirik kompaniyalar uchun internet ochishi bu falokat. Barcha veb-saytlar offline, misol uchun Google yoki Amazon kabi gigantlar bir zumda keraksiz tizimlarga aylanadi. Ularning xizmatlari ishlamaydi. Daromad oqimi to'xtaydi. Microsoft kabi kompaniyalar ham faoliyatining katta qismini yo'qotadi. Bulut servislar, onlayn dasturlar ishlamagach, foydalanuvchilarni ushlab bo'lmaydi. Hatto faqat reklama uchun internetdan foydalanadigan kompaniyalar ham zarar ko'radi. Endi reklamani qayerda joylashtiradi? Ko'p bizneslar bankrot bo'lishi yoki katta qismini yopishi aniq. Bir nechta kun ichida minglab xodimlar ishsiz qolishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, Google kompaniyasining o'zida 20 mingga yaqin xodim ishlaydi. Internet yo'q bo'lsa, bularning hammasiga ish topish mushkul bo'ladi. Xodimlar ko'chaga chiqar, ishsizlik keskin oshadi. Elektron tijorat, e-commerce butunlay to'xtab qoladi. 2007-yilda AQSh sanoatida mahsulot yetkazib berish hajmining 35% internet orqali amalga oshirilgan. Bu esa 1.8 trillion degani. Hozirgi kunda esa e-tijorat yanada kattalashgan. Butun dunyo internet orqali trillionlab dollarlik savdo qilinadi. Internet o'chishi bilan bir necha trillion dollar miqdordagi pul aylanishi to'xtaydi. Natijada bir zumda ko'plab sanoat tarmoqlari inqirozga yuz tutadi. Iqtisodiyotlar retsenziyaga kiradi. Bunday ulkan zarbadan tezda o'ziga kelishining iloji yo'q. Jahon bo'ylab moliyaviy inqiroz boshlanadi. Taxminiy hisob kitoblarga ko'ra, agar internet bir kunga butun dunyoda uzilsa, jahon iqtisodiyoti 43 milliard AQSh dollari atrofida zarar ko'rishi mumkin edi. Butunlay yo'q bo'lib ketsa-chi degan savol keladi. Unda bu zarar o'ylab yillab davomida yig'ilib yuzlab milliardlar, trillionlarga yetishi hech gap emas. Transport va infratuzilma sohalari ham internetsiz holatga moslashishda qiynaladi. Ko'plab transport tizimlari boshqaruvi, rejalashtiruvi internetga tayanadi. Masalan, aviachiptalar, onlayn tizimlari ishlamay qoladi, reyslar chalkashib ketadi, parvozlar kechikadi yoki bekor bo'ladi. Aeroportlarda tartibsizlik boshlanadi. Reys jadvali, avtomatik boshqarish tizimi ishdan chiqqan, hamma narsani qo'lda qilishga to'g'ri keladi. Temir yo'l va metro tizimlari ham qisman internetga ulangan. Masalan, svetoforlar, dispetcherlik markazlari. Aloqa uzilgach, poyezdlar harakati sekinlashadi yoki xavfsizlik uchun to'xtatiladi. Svetoforlar va shahar transporti boshqaruvi izdan chiqishi ham mumkin. GPS navigatsiya ishlamaydi, mashinangiz yo'l topa olmay adashishi yoki tirbandliklar oshishi mumkin bo'ladi. Haydovchilar Yandex.Go yoki Google Maps dan mahrum, endi eski usul yo'l belgilari va odamlardan so'rashga o'tishadi. Bir necha kun ichida odamlar sabr kosasi to'lib ketadi. Axborot vakuumi tufayli mish-mishlar tarqaladi, vahima ortadi. Internet qachon qaytishini hech kim bilmaydi. Rasmiylar ham aniq tushuntirish bera olmaydi. Natijada ko'chalarda noroziliklar va g'alayonlar
boshlanish mumkin. Katta internet blackout yuz bersa, tartibsizliklar chiqishi tayin, hatto tala to'polon va qo'zg'olonlarga aylanib ketishi ham mumkin. Ko'pchilik uchun internet xuddi suv va havo kabidir, undan mahrum bo'lish odamlarni qo'rqinch va g'azabga soladi. Do'konlar talon-taroj qilinishi, yonilg'i qo'yish shoxobchalarida navbatlar, hatto mushtlashuvlar sodir bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Davlatlar bunday vaziyatga turlicha munosabat bildirishi mumkin. Ayrim hukumatlar avval ham mahalliy darajada internetni vaqtincha o'chirib qo'ygan holatlar bo'lgan. Masalan, xavfsizlikni ta'minlash yoki noto'g'ri axborot tarqalishining oldini olish bahonasida cheklovlar qo'yilgan. Biroq global miqyosda internetning butkul yo'qolishi bu misli ko'rilmagan holat. Hukumatlar darhol favqulodda holat e'lon qilishi, harbiy va maxsus aloqa tarmoqlarini ishga solishi mumkin bo'ladi. Ehtimol davra suhbati va matbuot anjumanlari orqali odamlarni tinchlantirishga harakat qilishlar, lekin axborot yetkazishning o'zi qiyin bo'ladi. Ba'zi davlatlar internet qulab tushgach, boshqa davlatlar bilan aloqa o'rnatishda ham qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin bo'ladi. Chunki diplomatik muloqot, xalqaro qo'ng'iroqlar ham cheklanishi mumkin. Kabel aloqalari uzilib, faqat sun'iy yo'ldosh telefonlariga yoki eski telegrafga tayanish kerak bo'ladi. Shu o'rinda qiziq bir jihat: internetning yo'qolishi rivojlangan davlatlar eng katta iqtisodiy zarbani oladi. U yerdan butun boshli sanoat tarmoqlari to'xtab qolib, ulkan iqtisodiy inqiroz yuzaga keladi. Masalan, AQSh, Yevropa, Xitoy kabi mamlakatlarda internet asosida ishlaydigan minglab kompaniyalar bor. Bularning ko'pi yopilib ketadi, millionlab ish o'rinlari yo'q bo'ladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar va internetdan foydalanish nisbatan past bo'lgan hududlarda dastlab sezilarli darajada hayot avvalgidek davom etgandek tuyulishi mumkin, chunki ko'p odamlarning hayoti internetda kamroq integratsiyalangan. Lekin bu davlatlar ham chetda qolmaydi. Rivojlangan davlatlardagi inqiroz tufayli ularga beriladigan investitsiya, xorijiy yordam va savdo aloqalari uziladi. Ya'ni butun global tizim bir-biriga bog'liq. Bir joydagi uzilish hamma joyda ta'sir qiladi. Shunday qilib, dunyo internetsiz qolsa, dastlab xaos va vahima hukm suradi. Biror vaqt o'tishi bilan insonlar asta-sekin moslasha boshlaydi. Axir odamzod juda moslashuvchan, qiyin damlarda yangi yo'llarni topadi. Bir necha hafta o'tgach, hayot asta-sekin boshqacha oqimga tushishi mumkin. Odamlar offline tarzda yashashni o'rganishga majbur bo'ladi. Masalan, do'konlar va kompaniyalar eski uslub qog'oz hujjatlar va telefon qo'ng'iroqlariga qaytadi. Do'kon egalari elektr toki bo'lsa, Excel o'rniga daftar, jurnal yuritishni boshlashi ham mumkin. Banklar modem o'rniga radio aloqa yoki ichki telefon liniyalaridan foydalanib bo'lsa ham muammolarni tiklashga urinadi. Yirik korxonalar esa shaxsiy yopiq tarmoqlarini intranet yo'lga qo'yib, cheklangan bo'lsa-da aloqa o'rnatishga harakat qilishadi. Oddiy odamlarchi? Dastlab hamma zeriganidan uyida o'tiradi. Keyin esa jon hali bor ekan, bolalar ko'chaga chiqib to'p o'ynay boshlashi mumkin. Qo'shnilar bir hovlida to'planib suhbat quradi. Axir endi barchaning vaqti ko'proq. Uyda oila a'zolari birga o'tirib televizor ko'radi yoki shunchaki gurunglashadi. Har kim telefoniga termulib o'tirmaydi, chunki u endi foydasiz. Kitoblar yana qadrlanadi. Elektron kitob yuklab bo'lmagach, kutubxonaga borib qog'oz kitob olishdan boshqa chora yo'q. Kim biladi, balki shunday davr kelib qolsa, odamlar ruhiy salomatligi biroz yaxshilanar. Ijtimoiy tarmoqlardagi soxta hayotlar o'rniga real hayotga qaytib, do'stlar bilan ko'proq vaqt o'tkazar. Bu albatta vaziyatning optimistik tomoni. Biroq texnologik taraqqiyot borasida insoniyat ancha orqaga ketishi turgan gap. Butun dunyo bo'ylab ilm, fan va innovatsiya sur'ati sekinlashadi. Masalan, sun'iy intellekt rivoji to'xtab qolishi mumkin, chunki u katta ma'lumotlar almashinuvi va serverlar talab qiladi. Kosmik aloqa va sun'iy yo'ldosh tizimlari ham internetga integratsiyalashgan edi. Ular uzilib,
kosmos bilan bog'lanish cheklanishi mumkin bo'ladi. Global muammolarni hal qilish uchun davlatlar hamkorligi qiyinlashadi. Masalan, iqlim o'zgarishi, pandemiya kabi muammolar bo'yicha tezkor ma'lumot almashinuvi imkoniyatsizlashadi. Xalqaro banklar, birjalar internetsiz ishlay olmaydi. Iqtisodiy tizimni butkul yangilash talab etiladi. Xulosa qilib aytganda, internetning butunlay yo'qolishi global qiyomatga teng hodisa deya olamiz. Hozirgi dunyo internet tomirlarida ishlaydi. U to'xtasa, hayotning deyarli barcha jabhalarida uzilish seziladi. Iqtisodiyot va infratuzilma og'ir zarba yeydi. Ijtimoiy hayot ustun bo'ladi. Albatta, odamlar vaqt o'tishi bilan yangi sharoitga moslashishi mumkin, chunki internet yo'q bo'lsa ham hayot davom etaveradi. Axir bir paytlar bobolarimiz internetsiz ham yashashgan, to'g'rimi? Lekin zamonaviy taraqqiyot nuqtai nazaridan olib qaraganda, internetni yo'qotish, ortga qaytish trillionlab dollar zarar jamiyat uchun stress va notinchlik deganidir. O'ylab ko'ring, bir kun internetsiz qolsangiz, hayotingiz qanday o'zgaradi? Kunlaringizni nima bilan o'tkazasiz? Ko'pchiligimiz internetda shu darajada bog'lanib qolganmizki, undan mahrum bo'lish hayotimizning mazmunini o'zgartirib yuborishi hech gap emas. Bu ssenariy haqida o'ylanishning o'zi qo'rqinchli, lekin u bizga bir haqiqatni eslatadi. Real hayot baribir virtual hayotdan ustunroq. Qachondir internet butkul uzilib qolsa ham, insoniyat yashashda davom etadi. Faqat yangi haqiqatga ko'nikishga to'g'ri keladi. Umid qilamizki, internet hech qachon butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Aks holda siz bu videoni ham ko'ra olmagan bo'lardingiz. Men esa bu ssenariyni sizga so'zlab bera olmas edim. Agar shu videoni oxirigacha ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, katta rahmat. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz bilan Otabek Ahmedov, do'stingga ayt YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Ko'rishganda ko'rishguncha.